Surxondaryo viloyati miqyosida o'tkazilayotgan diqqat piyoda profilaktik tadbiri doirasida Termiz tumanida targ'ibot avtokarvoni tashkil etilib, tuman ichki ishlar bo'limi, sog'liqni saqlash va favqulodda vaziyatlar bo'limi mas'ullari tomonidan fuqarolarning yo'llarda xavfsiz harakatlanishi, piyodalar va velosipedchilarni qoidalarga amal qilishi tavsiya etilib, voyaga yetmaganlar tomonidan transport vositalarini boshqarilishi, haydovchilarni tezlik va mast holda avtomobil yo'llarida harakatlanishining salbiy oqibatlari tushuntirildi. Tezlikni oshirish oqibatida mana shunday yo'l transport hodisalari sodir etilyapti-da. Mana o'zingiz ko'zlaringiz oldida buni qarangizlar, yonib ketgan avtomashina. Mana bunda urilgan avtomashina. Buni bitta narsa, tezlik. Tezlikni, hushyorlikni yo'qotgan natijasida mana shunday yo'l transport hodisalari sodir etilyapti. Har xil noxush xabarlar bo'lyapti. Ruldagi avtomashinada o'tirgan odamlar qattiq haydamasin. Mana shu ertaga oqibat kelib chiqishi mumkin bu deb. Yoki avtomashinaning ichida o'tirasizlar, shofyor qattiq haydashning oqibatida sizlar sekin hayda, shoshilayotganimiz yo'q biz. Yoki telefondan chalg'ayotgan paytda chalg'imagin. Biz sizga fuqaromiz, biz sizga klientmiz, mana yo'lovchimiz biz deyish mumkin. Aytishlari shart bu narsaga. Farzandlarimizga avtomashinani yoshligidan berib, bor do'konga chiqib kel, mahallamizdasan-ku, bor, shu yerda chiqib kelgin, mayli sen haydagin, mayli sen mana bu maktab yoshida endi bitiryapsan-ku, ertaga o'qib olasan-da pravangni deb bermaysizlar avtomashinani. Berish oqibatida mana kecha ham Termiz shaharida xuddi o'shanday maktab o'quvchisi avtomashina olib chiqyapti-da, olib borib turib yo'l transport hodisasi sodir etyapti. Yo'l transport hodisalariga uchragan avtomashinalar tumanning aholi gavjum joylariga namoyish etilib, haydovchilarni yo'llarda hushyor holda qoidalarga amal qilib boshqarishga chorladi.